Mana shu nomerga Oqtepa Xudo. Inshaalloh mana shu joyda haj arkonlarini bajarishda 3 kun Mino vodiysi. Voy, yaxshi bo'ldi, Shu joylarda tunashliklarga ham nasib qilsin. Mana shu joyda tunab, shaytonga tosh otiladi. Hamma sharoit qilingan bo'ladi, taomlar tarqatilinadi. Ehromda bo'lasiz, to haj amal tugatguncha kechirilmaydi. Kansler deymizmi, to'sha hamma sharoitlar bo'lib, faqat shaytonga tosh otib keladi. Hozir chap qo'lda men ma'lum muddat to'xtaydi. Qurbonlik qilayotgan joyni ko'rsatib qo'ygan joy bor. Chap qo'lga e'tibor qilinglar. Ismoil alayhissalom, Ibrohim alayhissalom qurbonlik qilmoqchi bo'lganda Alloh dushmanga solgan joy bo'ladi. 3 marta shayton Ibrohim alayhissalomni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Tarix o'qiganmiz-ku, shuning uchun 3 marta toshli bo'lib jamoratga borib tosh otib kelinadi. Ma'lum muddat to'xtab o'tiriladi. Qaraysiz, hozir Nargisda to'xtab o'tishadi. Chap tomondagi shu rahbariyat, hokimiyat shularning jassadlari o'sha binoda turgan vaqt turishadi, deyishadi. Inshaalloh Arafat vodiysidamiz. Chiroyli bir ziyoratlar, chiroyli bir duolar bo'ladi. Ko'pchilikda duosi mustajab bo'ladi. Qani arabani oldinga o'tkazing. To'xtab qolmasin. Qani bismillah, yuramiz. Shunday, qani yuringlar. Solib ketmaymiz, arqada arabani o'tkazing, oldinga o'tkazing. هذا مش الكعبة. تخيلك اخويا في الشارع معنا انت استخدمت الشارع غريزه داخليه حنه Real Dreams. Hayır,